May maşinayı dediğadım toktum bir kahvesam heydimeydi o. Gabar degan tordeşanlar iki kız gap qilmoqchi. Muşunda azam maşinini sotgan bir bozorga keldik. 2 kun oldida şu Sichonga keldik. Biz nurg'un tordoshlarniki, nurg'un dehqon akalarimizniki. Muşta azam maşini yo'qmi? Azam maşin tepasini o'lti, gazliq maşin tepasini o'lti degan sabablar kelib mana musha har qanday mayli Toyota'ning olsun, mayli Nissan'ning olsun. Ma maşinani 30 necha ming qo'y deydi. Qaysi mashinaga ehtiyojinglar tushsa, kaynimda rasm tortib qo'yib, jeto qilib olib, gap qilsanglar, men ashuni sepasam bo'ldi, foydalanmaymiz degan gap emas. Azroq foyda olib sepirmiz, lekin ba'zan bir vijdonsiz mashinchilarningki fikr keldi mengacha, mana qo'lxot sivak deymiz. O qanday fikr keldi desanglar, mush xalqni qo'yayotgan, dehqon do'stlarimizni qo'yayotgan. Ey vijdoni yo'q ba'zan bir mashinchi o'zimizningki kasbdashini men hozirgacha bir narsa deb baqmagan. Ma dehqon akalarimiz ma 15-20 ming qo'yni bir yil qiqir issiqlarda yashaganda, bir yil qiqir issiqlarda bug'doy qo'noq dehqonchilik qilib anandikin topadi. Shu pulni 15-20 ming qo'y degan pulni. Oshilninkimi 5 ming qo'y, 10 ming qo'y pulni elib qandam jining chiqa qasini, qandam jining chiqa. Unda qilishma, qaqshtishma. Bichar dehqonlarni qaqshtishma, onun pulni elib olishma. Ba qaytirib ba. O'zingizda vijdoning bilan yashag'in, g'ururing bilan yashag'in. Hech qaysimizningki, hech qaysimizda haqqi yo'q, haqni qaqshtib unda qildigan. Mana musha qarsanglar shunda maylimiz Nissan Shuayi damsizlar, mana Haval damsizlar, musha hamma mashinaningki boz muvaffaqlar borkan. Azroq foydani elib desanglar to'yinxona o'rlashtirib olsak, mushularimiz sep berdi ekan. Mushu mashinalarning orasidan yana tanlash kerak. Azanroq qo'ygan, puli muvaffaq qo'ygan mashinalarni sizlarga sepiramiz do'stlar. To'qliq desang, to'qliq qilib bersak bo'ldi. Mana shunda ko'gini oldik, shunda mana qo'lxot. Masalan, mushu mashinalarning qaysiniga ehtiyojinglar bo'lsa, aloqa qilishinglar. Bevosita bizlar menda mashina oson bo'ldi degan do'stlar, dehqon akalarimiz, dehqon qarindoshlarimiz aloqa qilishinglar. Normal bozorda 15 ming qo'ylik mashinani 7 ming qo'yib bersa, vas pulni urdi ekansizlar. Qo'ylab ketib, anandan menga dadangni o'qiydi ekansizlar. Mening ishim ochiq qolib qoladi, ishim etib qoladi ekan. Bekardan bekarga pul topmoq ta's bo'lganda ekan, unda haqqi bevosita pulni etib qo'yib, pulingni yo'qolib ketsa, menga desanglar, mening yurkim etib qoladi ekan. Elinglar biz ega bo'la oladigan odamda elinglar, nurg'un ega bo'lib, qig'ashiga ega bo'lib mashina setayotganlar bor, shuningda elinglar. Lekin pishonsiz yezig'liq olmagandan keyin qo'ylab ket, bizmi qo'ylab ketdik mashinchi turib, lekin tasoddifi unda azam bo'lib ketgan mashinani amanlar. Unda azam bo'lib bekor berib o'tmoqda mashinani. Mashinaning pokiza har vaqt pul. Shunga kichikina yerlarni qabul qila olmayman deganda aloqa qilasanglar, azan chiqadi. Ya'ni yonbay yonchi menda pokizlar sal ur chiqadi. O'zingizninki qag'in tanlashi, qiziqishinglar o'zingizninki. Shunga ajroq takkarini eleverim deydiganlarni desanglar, ba ahvolni deb qo'yib sepirmiz. Rahmat.